Ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun shaharga borib, bir ikkita dokumentlarni raspechatка qilib, Turk magaziniga aylanib, keyin qaytib kelamiz. Bugun havo yaxshi? Bugun havo sovuqroq men uchun. Quyoshga ishonma, eshakni o'ldiradi deydi-yu oyimning gaplari. Jicha quyosh chiqqaniga sal normalniy kiyinib chiqdim, lekin sovuq. Bu xotin podkast. Video yoqqan bo'lsa like, подписка bosib qo'yinglar, обязательно kommentariy yozinglar. Hammaga shaxsan o'zim javob beraman. Qaysi shaharga ketyapsiz? Vangaga ketyapman. Ketyapmiz Vangaga. Uyimizdan 13-14 kilometr uzoqlikda, uncha uzoq emas. Yo'llari har doimgidek anaqa zmiya. Nimaga unaqa? Hamma joyda shunaqami? Germaniyaning landshafti shunaqada o'zi. Tepalik, pastlik, tepalik, pastlik. Yo'l ham xuddi anaqa labirintda yurgandek bo'lasiz. Qanaqadir ajoyib. Bugun nimalar qildingiz endi? Bugun ertalab voqli turdim. Chunki voqli uxlab qoldim. Zavtrak qildim, keyin obedga samsa qildim. Ozgina ubорка qildim, keyin bo'yanib, kiyinib sizni kutib turdim. Shaharga borib aylanib kelishimizni. YouTube'da kommentariyalarga javob berdim. Bilasizmi, yaxshi ko'raman o'tirib, yozib o'tirish. Qarang, daraxtlarni juda chiroyli bo'lib ketibdi. Men bitta video oldim, esingizdami, o'ynab. Lekin yap-yashil edi daraxt. Mashina kammi bugun? Bugun mashina bilmadim. Lekin kamga o'xshayapti. Kamga o'xshayapti, ha. Am yurmagan yo'limda dovdirayman, bilasizmi? Sezasizmi? Masalan, meni adam akam haydashsa mashina, va birinchi marta yurishayotgan bo'lsa ham o'sha yo'ldan, umuman dovdiramasdan yaxshi yurishadi. Balki u tipa ko'p anaqa staj bo'lganligi uchunmi, уже опытный водитель bo'lganligi uchunmi. Men birinchi marta yurgan yo'limda doimo dovdirayman. Qanaqadir tushunmay qolaman, nima qilishni, qayerga boray, qayerga yuray deb yuraveraman. Sekin-sekin o'rganib olasizda. Mana mexanikani o'rgandim. Unda bir anaqa mexanikani bilmasdingiz, mana o'rganyapsiz sekin-sekin. Mana cho'tga ketyapsiz. Rahmat. Bilasizmi nimaga mexanikani bilmasdim? Avto shkolada o'qiganimda ayol kishi instruktor menga o'rgatganlar, Matizda o'rgatganlar o'zlarini. Ruli qattiq bo'lganda, men bu spleniani ham bosa olmaganman, slishkom unaqa bo'lgan. Pastda qanaqadir bo'lgan, oyog'im yaxshi yetmaganmi? O'shanda menda уже voy, qiyin ekanda mashina haydash deb o'ylaganman. Birinchi marta haydab ko'rganman o'shanda. Keyin уже ekzamen topshirib adam mashinalarini haydaganimda, ularniki avtomat Cobalt edi. Keyin bilganman, zvor ekan deganman, avtomat menga yoqqan. O'shandan keyin umuman mexanika haydamaydigan bo'lib ketdim. Sizga ham aytdim-ku, avtomat haydayman, mexanika haydamayman deb. Endi hozir qanaqa qarayapsiz mexanikaga? Endi yaxshi qarayapman. O'rganib olgandan keyin, конечно, yaxshi qarayapman. Boshida yomon qarardim, chunki tushunmasdim. O'chirib qo'yardim u mashinani ko'p. Sizga oxirgi videongizga yana komment yozibdi. O'qib beraymi? Mayli. Sizlar bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Xuddi yaqinimdek yaxshi ko'rib qoldim. Svязь yaxshi emasdi, qiynalib ko'rib oldim. Lekin kayfiyatimni ko'tardinglar. Sizlarga baxt tilayman. Turmush o'rtog'ingizni ovozini Suxandan Tolibjon Isroilov ovoziga o'xshatdim. Shaxsiy fikrim yuraycha. Rahmat, yaxshi kommentariy qoldirganingiz uchun men juda ham xursandman. Shunchalik yaxshi tanimagan odamingizga yozib, yaxshi anaqa yozganingizga kommentariy. Tolibjonga o'xshatasizmi siz ham? O'zingiz ovozingizni? Tolibjon Isroilov. Ga o'xshatasizmi siz ham? Men hozir esimga kelmayapti Tolibjon Isroilov. Zo'r-ku, men internetdan ko'raman keyin kimligini. Lekin xursand bo'ldim kommentariy shunaqa yozishganga. O'zi menga
xursand bo'laman doimo yaxshi kommentariy yozishsa, chunki begona odam sizni bilmaydi, sizni hech qachon ko'rmagan, tanimagan, lekin shunchalik o'ziga yaqin olib yaxshi yozsa, men ham juda ham xursand bo'laman. Duo ham qilib qo'yaman, voy rahmat, shunchalik mana shu odam menga yaxshi kommentariy yozdi deb. Juda ham xursandman. Ikkinchisi, to'g'risini aytsam, hech narsaga tushunmadim. Sizlar biror nimani tushundinglarmi deb yozishdi. Keyingi safar yaxshiroq tushuntirishga harakat qilamiz. Endi birinchi marta oldik-da. Birinchi martasiga endi kechirasizlar degan umiddaman. Biz ham yaqinda videoga olishni boshladik. Hozircha har xil videolar, har xil formatlarni test qilib ko'ryapmiz. Faqat o'zimiz ham bilmaymiz. Faqat o'zimiz ham yaxshi bilmayapmiz. Qanaqa video olish kerak? Nima haqida olish kerak? Nima haqida olish kerak-da, qaysi video kimga qanaqa yoqadi bilmaymiz. Masalan, ikkinchi videomiz bor-ku, muhokama qilganmiz dolzarb anaqa informatsiyalarni. U yerda bitta ayolning kommentariyasini o'qidim. Ular aytdilar, bunaqa videolarni olmaganinglar ma'qul. Chunki sizlardan tashqari juda ham ko'p odam bu haqida gapirib chiqadi, ya'ni g'iybat qiladi. Undan ko'ra Germaniya hayoti, o'zinglarni kelish tarixinglar haqida yana shunaqa ikkinchi qismini kutgandim, esiz deb yozibdilar. Davay aytamiz. Hozirgina o'sha videomizda ikkinchi qismi chiqdi. Qo'ydik. Ikkinchi qismini to'g'ri. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham qiziq o'yin. Yana eng menga yoqqan joyi chiroyli prirodada olganmiz u videoni. Keyingi kommentariy. Sitoraxon Germaniyaga borish va ish topish kerak. Chiroyli maslahatli video qiling deyishibdi. Yaxshi ideya. Yaxshi ideya. Xudo xolasa bunaqani ham olamiz. Hozir o'zim bilan o'raman-da yana. Yaqinda endi 3 oy bo'ldimi, Farx aka? 3 oy bo'lganligiga viza masalasi, dokument, joylashuv, shu hamma narsani tushunib olguncha o'zimiz bilan ovora bo'lyapmiz-da hozir. Keyin xudo xolasa sal moslashib, shunaqa kommentariyada kelgan izohlar, kelgan anaqa rekomendatsiyaga qarab, o'sha video olishni ham boshlaymiz xudo xolasa. Kutib qolinglar. Hali ko'p video bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xolasa, Yo'l yopiqmi? O'ngga yuramiz. O'ngga? Bu yerga kirib ketamiz. Yo'l yopiq ekan. Yo'l yopiq ekan. O'ndagi yo'lni bilmayman lekin. Lidl bor ekan, magazin. O'ngdan, bu bir oy oldin ham yopiq edi-yu, avtobusda chiqqandik. O'sha yo'lmi? Xuddi o'sha yo'l. Bir oy bo'ldi-ku buni yopiqligiga. Mayli. Yurmagan yo'limda aytibman-ku, yursam dovdirab qolaman. Hozir ikkinchi skoristdan 3 ga olmagan ekanman. Keyin bilasizmi, men negativ kommentariyani ham yaxshi qabul qilaman. Negativ emas, например, nimadir не то или yaxshi emas deb yozishsa, o'shani to'g'ri qabul qilaman. Masalan, bitta videomda bo'yanib olganman video. U yerda podvodka chizganman, strelka, ya'ni chizganimda uzun bo'lib ketganda, chunki 2 xil chizaman doimo, o'shani to'g'rilayman deb 2 xil chizib yuboraman bilmasdan. O'sha videoga bir 10 ta odam o'zingiz chiroyli ekansiz, lekin strelkangizni juda ham xunuk chizibsiz, kaltaroq chizing deb aytishgan. Men shuni yo'q, unaqa emas demadim, shunaqa, chunki chizishni bilmayman, shunaqa qilib qo'ydim dedim. Har safar bilasizmi, yana shu strelkani chizganimda oynaga qarab o'shani esimga keladi nimagadir, avtomatichески esimga keladi. Shu kimdir menga strelkang uzun edi deb aytdi-ku deb kaltaroq chizishga harakat qilaman. Bugun ham mana chizyapman-da, oynaga qarayapman, qanaqa chizganimni qarab, uzun bo'lib ketmadimi deyapman. Chunki baribir uzun bo'lib ketsa ham to'g'ri xunuk turadi u. Unchalik negativ emas, unchalik xursand qilmasa ham kommentariya. Lekin o'shani ignorit qilmayman demoqchiman.
Тоже хорошо, Da. ну главныйsi yozishyapti-ku. Qanaqa bo'lsa ham to'g'ri. To'g'ri. S одной stороны to'g'ri. Yomon bo'ladi yozishmasa, umuman kommentariy yoki like qo'yishmasa yoki prosmotr ko'rishmasa. To'g'ri. Hozir ko'rishyapti-ku videolaringizni. Demak qiziq. Xursandman. Qayerga keldik endi? Qaysi shaharga keldik? Vanganga keldik. Vanganga Bu keldik. yerda turetskiy magazin bor. Juda ham yaxshi ko'raman o'sha magazinni, chunki o'zim xohlagan kolbasalarni topaman. Kolbasani yaxshi ko'raman. Ana nemetskiy magazinda kolbasa ta'mi baribir o'zingiz oldindan yeganchalik bo'lmaydi-da. Men uchun shunaqa. Shuning uchun men turetskiy magazindan olishni o'rganib oldim. Biz grill qilmoqchimiz, o'shaning uchun. Go'sht olamiz, go'sht. Grillga tashqarida toza havoda xudo xolasa pishiramiz. Buni ham videoga olamiz-da? Da. Zo'r bo'ladi. Qarayman, bir yoqadi menga. 25-30 skorostda yurgin deb aytadi. Ha. Kulib qo'yadi. Kulib qo'yadi. Bir marta 30 dan oshirib yurganimga anaqa deb yozdi. Qizil 30 dan oshib ketyapsan deb qizil ana 30, 31, 32 deb chiquvdi. Ko'p joyda shunaqa bor. 30 degan skorostda 30 yurish kerak deb anaqa qiladi. Bilmayman, lekin shtraf yozadimi bunga yo'qmi? Menimcha prosta ogohlantiruv bo'lsa kerak. Keyingi kommentariy. Keyingi kommentariy. Er-xotin bir-biringlarga mos ekansizlar. Men ham Germaniyaga borishni ancha yildan beri niyat qilaman deb yozib qo'yishibdi. Rahmat. Yaxshi tilaklaringiz uchun. Xudo xolasa siz ham keling. Nemis tili o'qib, dokumentlarni yig'ib, xudo xolasa nasib qiladi. Amin Alloh akbar. Men hammaga chin yurakdan doimo havas qilganman, aytaman ham o'zim. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, o'sha amalga oshsin deb doimo duo qilaman. Keyingi kommentariy. Rossiyadan salom. Podpischiklaringiz milliondan oshsin deb yozishibdi. Rahmat. Germaniyadan salom. Xudo xolasa bo'ladi. Yaqinda 1000 ta bo'lamiz. Millionga ham xudo xolasa nasib qilsa, unga ham o'tamiz. Sekin-sekin. Bizni kartinkamiz kamas buzyapti. Bauen und wohnen mit Holz. Что это означает? Строить и жить с Holz degani yog'och degani. Tipa quramiz va yashaymiz yog'och bilan. Tepasini siz tarjima qilingchi. Einen schönen Tag wünscht. Желаю хорошего дня. To'ppa-to'g'ri. Birinchi ovqatlanamizmi? Birinchi DMga kiramiz. Хорошо. Toshkentda haydaganimda почти har hafta shtraf olardim. Har hafta shtraf kelaveradi. Palasaga, или nimadirga. За повышение скорости kelmasdi, ko'pincha palasaga kelardi. Mana endi parkovkaga kiramiz. Meni yaxshi ko'rgan magazinim. Mana ayol qocharmikan? Uzr ayol. Tak, mashinamizni qatga qo'ysak. Mana ketdikmi Farruh aka? Ehtiyot bo'lib. O'zingizga udobniy joyga qo'ying. Qani bitta aylaningchi, balki joy bor. Aylanib ko'raman. Ana to'g'rida ham joy bormi? O, da, davay. Ketdik o'sha topamiz. Joy topildi. Ura. Men mana bunaqa ikkita mashina o'rtasiga qo'ygim kelmaydi, chunki yaxshi eplolmayman. Keldik. DMga keldikmi? DMga keldik. Bu yerda magazinda hozir dokumentlarni распечатка qilamiz. Kerakli. Keyin bir ikkita kosmetika ham ko'ramiz. Mayli. Bir ikkita kosmetika ko'ramiz. Keyin yangi yilda narsalar kelgan bo'lsa, uni ham ko'ramiz. Ketdik. Ketdik. Nima kerak bo'lsa? Voh, yetishim. Mashinamni olaman dedim. Ha. Ko'proq ayollar uchun hamma narsa topiladi. Oldida keyin anaqa bor. Sumka, oyoq kiyim sotiladigan magazin. U yerga ham kirib ko'rganmiz deysizlarmi? Ugi olamiz deganmiz-da, ugi. Keyin chiroyli ugi olib, anaqani kassani oldiga kelganimizda men hayron qolganman. Kassachi o'zi qiz naq degan. Bilasiz-a, bu ugidan suv o'tadi degan. Esingizdarmi? Keyin biz so'raganmiz. Suv o'tadi, tipa yomg'ir tushsa suv o'tib ketadi bu ugidan deb aytgan. Bizga unaqasi kerak emas edi. Keyin qaytarib bergandik.
Lekin qarang, etmaganida shunda olib ketardik. Etgan bizga mayli deb olmaganmiz keyin. Sotuvchiga 5 baho. Sotuvchiga respekt. Mana bu yerda shu man deb yozilgan, u yerda oyoq kiyim faqat sotiladi. Assortiment вообще ko'p. U yerda Aldi magazin bor. Продуктовый magazin. Ha, biladigan magazinlarim shu, qolganlarga kirmaganmiz hali. Bu yerda sport zal. Sport zal. Bu yerga kelarmi deysiz Da, oldin mana sport shu zalga? Mana xudo xolasa sport zalga ishlatib kelaman. Sassiq ekan. Nima ekan bu? Svecha. Uyda yoqib qo'yaman, nima? Faqat hidi yo'q ekan. Menga nima? Asalli ekan, lekin hidi asalli hidi kelmayapti. Menga qanaqadir fruktoviysi yoqadi. U yoq tarafda bor edi. Qarang, yangi nima narsa kelibdi? Yangi bu bor edi o'tgan safar. Pomada ham bor edi, tush ham bor edi. Mana bu lekin yo'q edi. Qani bittasini surib ko'raychi. Qizilni surib ko'raman, chunki menga qizil rang juda ham yoqadi. Testermikan? Menga bu yerdagi magazinning eng ko'p yoqadigan narsasi hamma produktga, hammasiga absolutno любой оттенкasiga testeri bor. Har bittasiga tester hammasini bemalol surib, ishlatib, yoqqanini keyin olsak bo'ladi. Anaqa Toshkentda ham bor edi tester. Men ham o'zim ham parfyumeriya magazinda ishlaganman. Testeri bor edi, faqat bitta rangiga bor edi-da, hammasini ochib qo'ya olmasdik. Nevygodno bo'lardi. A bu yerda har bir rangiga bor. Chiroyli rangi? Blesk. Hidi ham zo'r ekan. Qani boshqacha. Hop. Narxi 13 euro ekan. 13 euro. L'Oreal pomada. Hidi unchamas ekan, endi bildim. Xuddi atir tanlashni bilgandek atir sepib ko'rishimni qarang. Men atir tanlashni umuman bilmayman. Tanlayman, g'alatisini tanlab qo'yaman doim. Shunga Farih akam doim tanlab beradi atir hidini. Mana buni ko'ring-chi. Sizda firmenniy gapingiz bor. Ataladis. Atala. Mayli, boshqasini ko'raman. Hop, o'tgan safar sepganimdan olmaymiz. Endi boshqachasini olib ko'raylik. Mamich. O, точно ataladi, men siz qarab turing. Не подведи. Точно yaxshi ekan. Commitment. Yaxshimi? Menga yoqdi. Da, yaxshi. O, наконец-то men ham atir tanladim o'zim. Menga yoqdi, shuni olaylik. Mana, yengisi. Narxi 14 euro. Shuni olamiz. Hidi menga ham yoqdi. Dalish. Sprey bor edi. Menga mana bunaqa spreylar juda ham yoqadi. Hozir ko'rsataman nimaga. Qo'limni ko'rsata olasizmi? Mana bunaqa yaltiraydigan spreylar juda ham yoqadi. O'zim ham yaltiroq jinsiman desa ham bo'ladi. Yuzimga ham, ko'zimga ham, hamma joyga yaltiroq surib ketaveraman. Даже labimga ham. Keyin yarki tonlarni yaxshi ko'raman. Qani hidi bormi-kan buni? Yo'q ekan. Atirda oldikmi? Atir oldik. Ha, mana bu yangi produkt bor ekan. Mana bu yerda dokumentlarni skaner qilib, mana bu yerda dokumentlarni raspечатка qilsa bo'ladi. Hech kim sizga qilib bermaydi. O'zingiz kelib, telefoningizdan kerakli dokumentni chiqarsiz. Keyin adashmasam, mana bu yerda yana bitta printer bor. Shu printerdan keyin mana bu yerdan chiqadi. Bu yerda rasm chizsa bo'ladi. 10 tami yoki 8 ta rasmni 6 evroga chiqazib beradi. Men oldin tushib ko'rganman. Setorovani? Labi? Mana bu kopiya servis bo'lsa kerak. Bizga kopiya kerak-ku. To'g'ri. Kopiya.
tagida unaqa borduvdi bir marta. Esizdami? Kelganimizda. Через Bluetooth, что ли? Hop, A4. А4. Да. O, mana chiqib keldi. Chiqdimi? Da. Oldin birinchi marta kelganimizda buni ishlata olmaganmiz. Bitta qiz qilib bergandi. Faqat bitta meni faylim chiqmayapti-da. Qaranglar, yangi narsalari kelibdi. Rosa ham yaxshi ko'raman. O'xshavatdimi? O'xshavatdimi? Hozircha o'xshayapti. Birinchi marta qilyapmiz, o'shaning uchun jicha Tushunmayapman. tushunmayapmiz. Oldin kelganimizda bitta qiz qilib bergandi, shu yerda ishlaydigan. Endi o'zimiz qilib ko'rmoqchimiz. O'xshaydi hozir. Uchta narsa 330 330 euro. Qayerda chiqib keladi? Bilmadim. O'tgan safar bu yoqda chiqqandi, mana bu yerda chiqdi. Bitta CNC Ilgeret app hop oldik. Belek entnehmens för fotoavskabegen. Belek under fotoavskabeskanning. Mana ko'rsatyapti. Mana buni skanerovat qiling deyapti. Tepadan qilaymi? Mana. Mana bu yerga. Bunaqami? Aha. Hoppa. Endichi? Endi menimcha chiqadi hozir qayerdan. 157 bu yerda ham. 2 minutda chiqadi deyapti. Da. Точно mashinadan tushadi. Chunki o'tgan safar bitta qiz chiqazib berganda chetdan tushgan. Endichi? Endi kutamiz. Bilasizmi nimaga kutamiz? Chunki ikkita fayl цветной chiqarilishi deb yozdik-ku. Наверное, цветной sekin chiqaziladi. Buni-chi keyin tashib yuborish kerak emas. Esingizdan buni kassaga olib boramizda, keyin shetdan ko'radi-da, shu orqali pul to'laymiz. Endi olinglar deyapti. 3 mana. Mana bu yerdan chiqsa kerak. Chiqibdi. Vau! Zo'r chiqibdi. Chiqdimi? Cho'tka chiqdi uni. Hammasimi? Tiniq. Rangli ham dahshat chiqibdi. Endi pulini qanaqa to'laymiz? Pulini kassaga boramiz, mashina Ma'mulni beramiz, beramiz, bo'ldi. Keyin to'lanadi. Atirchi? Bitta atirga qancha korzinka olganligini-chi. Qarang, yengil narsalar chiqibdi. Shaptiring. Germaniyada yengil shunaqa bezatadigan narsalari уже noyabr kelmasdan turib sotuvda chiqadi. Qanaqadir vibe beradi-da bu ham. Uylarni qachon bezatadi? Уже noyabrdan boshlanadi. Noyabrdan hamma uyini bezatadimi? Biz ham bezatamiz. Shunaqa ko'p advent kalendar hech qachon ko'rmaganman. Qarang, polniy mana bu trend etap naqalari bor ekan, narsalari. 24 tami bu yerda? Yozilmagan lekin. 24 ta advent kalendar bo'lgan ekan. Arzon ekan, 27 euro. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Menga mana bunisi eng yoqqan. Maybelline. Zo'ra, 24 ta advent kalendar ichidan. Nima chiqadi endi? Qanaqa nima? Lab bo'yoq, tush, pomada, tonalka, har xil. Bilmayman o'zim, bu lekin 53 euro ekan. Keyin mana bu ham yoqadi. Mana buni qarang. Bu yerda ham 24 ta narsa.
Bu yerda ko'rsatilgan ekan nima chiqishi. Maybelline bilan ana trend etapda yo'q edi. Bu yerda ko'rsatilgan nima chiqqan. No mengachi ko'rsatilgan emas, ichida nima chiqishini bilmasam ko'proq qiziq. Mana buni ichida nima ekan? Bu ham ko'rsatilgan ekan. Bu necha pul ekan? Bu 20 euro ekan. Yaxshi ekan. Kassada emas, avtomatda to'lab ko'ramizmi? Ha. Qiziq-ku. Ha, lekin nima qilishni bilmayman. Skaner qilish kerakmi shunda? Da. Oh. Oh. Eman buni. Oh. Oson ekan-a? Zo'r ekan. Chek. O'xshadi. Oson ekan. Hop. Siz yaxshi ko'radigan DM dan chiqdik. DM. DM mi? Men DM deb o'qaman. Endi ovqatlangani boramiz. Endi ovqatlangan. 400 metrmi? Yaqin. Qayerdan kirardik? Eslolmayapman. Mana. Shu yerdami? Mana nima deb qo'ygan-ku, ayam fart. Shu yerda kiramiz. McDonald's. McDonald's. Endi parkovочку нужно найти. Ozgina yuraychi, o'rtada joy bordir. Mana mamki qo'yaman, bo'ptimi? Xas. Menga Cheeseburger yeyman. menga ham Chili cheeseburger. Menga qanaqadir yangicha narsa chiqqan bo'lsa, o'shani yeb ko'raman. Burgerda. Har xil yangicha burger chiqadi-yu. O'shani yeb ko'raman. Atala bo'lsa ham, yaxshi bo'lmasa ham yeb ko'raman. Lekin yaxshi hammasi. Yaxshi emas deganimga. Menga ikkita chili cheeseburger. Так, hozir chili где chili? Ana Mac double chili cheese. 2. Мне тоже одну. Хотя я другое что-то буду. Men bermayman lekin. Bab bermayman, bab berasiz, keyin mo'ltillab tursan. Menyu ko'raylik. Menyu. Noye mana qanaqadir noyeni yeb ko'raman men. Hop. Давай вот это. Я попробую. Oddiy burger. Yo'q, bekonli ekan. Хорошо. Hop, mamnaq kartoshka olaman. No, bekoni qanaqa bo'ladi bilmaysanmi? Unda boshqasini aytamiz. Yozilmagan-a bekoni qanaqa bo'lishini. To'g'ri. Unda boshqacha narsa yeb ko'rmoqchiman-da. Yangichasi yo'q ekan-da. Men bu Honig Senf nima degan? Asal и Yo'q. горчица zenf degan. Baba yangicha narsa olib ko'rdimi? Qani endi yeb ko'ring-chi. Kulma. Yo, osh bo'lsin, jo. Osh bo'lsin. Qani? Yoqyapti? Yoqadi. Yoqadi, yema. Просто olib ko'rmagan narsam oliy dedim-da. Yo'q, osh bo'lsin. İçmişsin? Yo'q. Ben içmiyorum. Ana, qorin to'ydi. Endi bitta om yoqsiz, keyin Turetskiy magazinga boramiz. Burgerlar yoqdimi? Maza qilib yedim.
Yengicha anaqa ham, lavashga o'ralgan narsasi ham. No, bir martalikda yaxshi. Keyingi safar boshqasini olaman lekin. Necha baho berdik? 4 baho 10 dan. 10 dan 4 baho. Yomon emas. Men chili cheeseburger yedim. Yoqdimi? Yaxshi. Конечно, har safar yeysiz. Endi magazinga boramiz va uyga qaytamiz. Uyga qaytamiz. Rahmat. Qayerga ketyapmiz endi? Endi turk magaziniga borib, go'sht olamiz. Yana nimadir ko'ramizda. Nimadir qiziqroq narsa bo'lsa, uni ham olamiz. Kolbasami? O'zi kolbasani olamiz deb 10 marta aytdim shekilli. Yaxshi, anaqa qildik. 500-600 metr nariga mashinamizni qo'yib, peshqon boramiz. Ovqatimiz hazm bo'ladi-da, bor yurganimizcha. Turk magazini oldida ham parkovka bor, bilasizmi? Lekin 2-3 ta mashina sig'adi. Juda ham kichkina. Shuning uchun bu yoqqa qo'ymadim-da mashinani. Bilasizmi? Qushlar yerda yuradi-ku. Inaqda yurganimizda uchib ketadi. Inaqda joyida turadi. Men eshitishim bo'yicha o'sha qushlar sezar ekan, yaxshi odammi, yomon odammi. Bunaqa bunday yurayotganimizda tiba sezar ekan, yaxshi odam bo'lsa yuraverar ekan u ham. Yomon odam bo'lsa uchib ketar ekan. Shunaqa eshitganman. Bilmadim, rostmi yoki yolg'on, lekin shunaqa aniq eshitganman. Hozir bizani oldimizdan ikkita qush o'tdi-da. Ha, uchib ketdimi? Yo'q. Uchmadimi? Bizda bilan anaqa yurdi. Qanaqa yerda? Anaqa. Ana turetskiy magazinga ham keldik. Turetskiy magazin to'g'risida turetskiy kebab, doner, pizza sotadigan joy bor. Etga ham kirib ko'rganmiz. Вообще zo'r. Endi bu yerga kiramiz. Mana shu magazin birinchi kirmasidan oldin meni hayron qoldirgan. Unda ko'rinishidan kichkina faqat ovish sotiladigan magazin deb o'ylagandim. Ichiga kirsangiz katta, keng. Tak. Kolbasa. Biz oladigan kolbasa. Tovuq olamizmi, laxmmi? Grillda tovuq lekin yaxshi chiqadi. Go'sht ham oldik. File bilan go'lin. Endi bo'ldi, boshqa hech nima oladigan narsamiz yo'q. Uyga go. Mana file. Tak, 1 kilo 600, почти 15 euro. Bu go'lin deyilsa kerak. 1 kilo 600 bu ham. Bu почти 12 euro. 6 euro adashmasam. 1 kilo 600. Mana shu nima? Rosenkor. Kichkina karommi? Hech qachon yeb ko'rmaganman. Mana pishirishni ham bilmayman buni. Karam, qarang, karamcha kichkinagina. Shu bilan bugungi sarguzashtlarimiz tugadi. Kerakli narsalarni ham magazindan oldik. Endi uyga boramiz. Video yoqqan bo'lsa like, подписка, kommentariyada ham yaxshi chiroyli narsa yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat prosmotr uchun. Пока-пока.